Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda bizlar bilan yana bir bor barchaning yoqtirgan videoroligi Open Bug videoroligini qilamiz. Qanday akkauntda desanglar mumkin. Bu bitta obunachimiz akkauntda, eslarda bo'lsa bu akkauntda yashil kartalilarda ham, qizil kartalilarda ham, mana bu yana qaysi kartalar bor edi, yaqinda kelib ketdi-yu. Mana bu World Cup Winnersmi, World Cup Heroesmi shu kartalarda ham ochgan edik. Ronaldo Messini ketma-ket tushirgan edik shu akkauntga. Xullas bu akkaunt juda ham omadli, qani ko'ramiz bu safar ham bizga omad kulib boqarmikan. Xo'p, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Dilisa yangiliklar keladi. Bu kanalda biz ko'plab dilisa bo'yicha ma'lumotlar, har xil yangiliklar, sezon pas aksiyalar qilib boryapmiz. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi opisiyaniyada hamda kommentariyada bo'ladi. Xo'p, biz unda videorolikni boshladik. Xo'p, agentlar yetarlicha 14 mingta olmos bor. Bu yoqdan 3 ta agent bor va tushish foizi 10% ni tashkil etadi. Mana shu holatdan hozir biz aytgan do'stlar, sezon pas ochish xizmatlari ham bizda mavjud. Xudo xohlasa bemalol yozishinglar mumkin. Mana sezon pas ochildi. Xudo xohlasa kimga mana shunaqa sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol meni o'zimni Telegram channelga murojaat qilishinglar mumkin. Xudo xohlasa ishonchli ravishda mana bunaqa sezon paslarni ochib beramiz. Xo'p, endi biroz ovozlarni normaga keltirib olaylik. Videorolik olayotganda juda ham xalaqit beradi. Xo'p, va sezon pasdagi sog'lom olamiz. Bu yerda tanga. Xo'p, bu yoqda endi vrachni olamiz. Bu yoqda ham vrachni olamiz. Xo'p, bu yoqda endi mana buni olamiz. Xo'p, bu yoqda olmosni olamiz. Bu yoqda trener. Xo'p, bu yoqda ham olmos. Bu yoqda vrach. Mana bu yerda ham ustilini forma yaxshiroq. Scout hozir bunaqa kuchaygan akkauntlarga scoutning foydasi yo'q. Xo'p, bu yerda endi trenerni tanlaymiz, конечно. Xo'p, bu yoqda endi varatarga trenerni tanlab qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, bu yoqda endi poligon agentni tanlaymiz. Xo'p, bizda ana endi 4 ta agent bor va bu yerda почти 15 mingta olmosimiz mavjud ekan. Xo'p, biz mana shu olmosdan foydalanib, xudo xohlasa, obunachimizga ruxsat berdi, barcha olmoslarni ishlatishingiz mumkin dedi. Xudo xohlasa biz Open Packni yoraveramiz ekan. Qani bismillahirrohmanirrohim boshladik. Birinchi agent, birinchisidan tushib qolish mumkin, chunki bu akkaunt omadliroq akkaunt. Xo'p, birinchisi tushmadi. Xo'p, keyingi agent futbolchilar sig'im to'lib qolibdi. Leymerni sotib yuboramiz va keyingi agentni ochamiz. Xo'sh. Bizda keyingi agent Ispaniya va Garcia tushmoqda. Yo'q, ikkinchi agentdan ham o'sha tushmayapti. Balkim bir 3-4-dan tushib qolish mumkin. Xudo xohlasa nasib qilsa bu akkauntga Yamalni va shunga o'xshash birorta bir kuchliroq futbolchini tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda ham tushmayapti nimagadir. Xo'p. Buni ham sotib yuboramiz. Mana bu keyingi agentni ochamiz. Tushish foizi kamayib boryaptimi qanaqadir? Silva, Bernardo Silva Real Madridning yangi futbolchisi 10% ga ko'tarildi, lekin baribir ana shu sig'im muammosi ham bartaraf qilingan. Xo'p, keyingi agentni ochamiz. Voy. Nega tushmayapti? Nechta ochdik уже? Hozir ko'ramiz nechta ochganini, esimdan chiqib qoldi. Bu yerda biz 5 ta agent ochibmiz va 5 tadan tushmadi. Xo'p, ko'ramiz, endi tushib qolar balkim. Fransiya va Desere. Bu yerda ham yo'q. Sotaveramiz. Xo'p, mana bularda siz biroz qoraylik do'stlar, shular buzyapti menimcha. Mana shunaqa o'zini holatda bo'lsa, xudo xohlasa tushib qoladi. Xo'sh, yo'q. Tushishga lekin yaqin turibdi. Qanaqadir bir animatsiyalar uje sekin yaqinlashyapti, sezayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Yana 8 ta agentdan keyin 100% kimdir tushadi, lekin biz ungacha kimdirda tushib olishimiz kerak bo'ladi. Kimdirda tushib olmasak, bu sharmanda bo'lib qoladi do'stlar. Xo'p. Qani? Yo'q, ham tushmoqda. Declan Rice bizga tushyapti. Rice qoladi asosiyda va biz bu yoqdan Pulishic'ni sotib yuboramiz. Keyingi agent 9% ham tushmayapti. Esinglarda bo'lsa, o'tgan videorolikimda
Даже 6%dan 5%dan ham futbolchilarni tushirgan edik. Rodri, Kukurelya, shunga o'xshash ajoyib futbolchilarni tushirgan edik. Cho'ta bu safar sal omad kelmayapti mana bu bola. Bizga Juan Garcia tushyapti. Maratar. Hop. Ha endi bitta berib qo'y endi bitta orada. Va Zubimendi. Yana nechta agent? Yana 3 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi. Ya hatto hozir tushish kerak endi kimdir jaglab ketadi hozir. Obunachimizga men va'da berganman. Bu omadli akkaunt bo'lsa, juda ham ko'p futbolchilarni tushirganmizda bu akkaunt Argentina. Nikopas. Cho'ta omad kelmayapti do'stlar. Hop. Bu yerdan 27 kun bor ekan va yana 2 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi. Hop. Ochamiz. Va bizga kimdir tushyapti. Va bu argentinalik Emiliano Martinez tushyapti. 2022-yil bilasizlar, Argentinani eng asosiy futbolchilardan biri bo'lgan, chunki Argentina asosan finalda ham, finalgacha bo'lgan bosqichlarda ham golli penaltilar bilan g'alaba qozonib kelgan. Penaltilardagi eng katta hissasini qo'shgan darvozabon bu Emiliano Martinez edi. Xo'p, biz Emiliano Martinezni tushirdik. Wow, ajoyib. Birinchi agent bor 86 reytingda. Yana kim bor edi? Adashmasam, Donnarumma 86 reytingli bor. O'sha klassik kartalardan boshqa yo'q edi. Endi to'g'ri oldin bo'lgan va Emiliano Martinezning oddiy kartasini o'rniga mana bu asosiy tarkibga ajoyib kartasini tushiramiz va buni full qilib bemalol birortasidan 100 chiqarish mumkin. Xo'p, keyingi agentni ochamiz. Bizda foiz endi kamaygan bo'ladi, конечно, 8% ga tushib qolibdi. Xo'p, qani yo'q, hech kim yo'q va Din Hausen bizga tushmoqda. Haqiqatda do'stlar 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Bizlar 90 mingtadan o'tdik, 90 mingtadan o'tdik. Xudo xolasa takliflar kelishi yomon emas. Lekin sizlar ham ikkinchi akkaunt ochib, ikkinchi Google akkaunt ochib bo'lmasa, bu oilalarda telefonlar, o'rtoq oilalarda akalar telefondan bo'lsa, menga obuna bo'lib, mana shu 100 mingta bo'lishimizga Xudo xolasa yordam berib tursanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Ikkinchi do'stlar, hayotiy futbol bo'yicha ham video olish niyatlari bor. Qanaqa desalar, bir obunachilar bilan penalti challengelar hayotiy futbolda. Shuni aniq qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa, albatta faqat 100 mingta bo'lganimizdan keyin bu ishlarni boshlamoqchimiz. Shuning uchun yordam berib podдержка tursanglar, xudo xolasa, juda ham zo'r bo'lar edi. Hop, Michael Olise bizga tushyapti. Hop, biz Oliseni qoldiramiz asosiyda. Kimnidir sotib olishimiz kerak. Vini bor ekan, Bruno, Vitinha, Jude Bellingham, Rice, Saliba bor ekan. Hop, Rice yaxshi o'ynayapti. O'yinlari zo'r, 85 ga ko'tarilishi ehtimoli bor va shuning uchun Rice'ni sotib turamiz. 85 ga yetsa ham hisoblangan. Tushish ehtimoli yo'q emas. Marcus Rashford bizga tushmoqda. Bitta dona futbolchi tushirdik xolasa. Yana 10 agentdan keyin kimdir 100% tushadi. Hop, yo'q. Martin Odegaard. Va bizga yana kimdir tushyapti? Ispaniyalik. Bu katta ehtimol Rodri deb o'ylayapman. Bo'ylari balandroq ekan. Agar Rodri bo'lsa, Rodri bo'lsa kerak 16-raqamda. Paslari 92. Va bizga Rodri tushyapti. Oltin to'pning 2024-yildagi sohada. O'tgan safar ham xuddi shu futbolchini tushirgan edik. Va ajoyib, juda ham super. Kartasi bizga Rodrining shikoyat kartasi bizga tushdi. Xo'p. Rodrini ham asosiy tarkibga joylab qo'yamiz. Mana bu yerga. Xo'p, va biz agent ochishni davom etamiz. Yana nechta agentga yetadi bilmayman, lekin Yamalni tushirishimiz kerak yoki Pogba yoki Yamal. Shu ikkalasidan bittasiga kerak. Qolganlari uncha qiziq emas. Xo'p, bu akkauntga ketma-ket futbolchilar tushirdik edi. Bu safar biroz omad kelmayapti-da. Lekin shu holatda ham tushyapmiz. Baribir sal omad kelmayapti, buni unutmang. Biz tushyapti, buni sotib yuboramiz. Xo'p, keyingi agent va Belgiya. Yana ishlar yana 12 ta agentdan keyin bizga kimdir 100% tushadi. 12 ta agentga javob bermaymiz, xudo xolasa. Doku. O'sha arab sharhlovchisi bo'ladi deb shunday. Shaharda ham internetda juda ham mashhur bo'lib ketgan edi. Hop, yo'q, Martinez. Hop, qani. Va bizga yana bitta futbolchi tushyapti, ispaniyalik va bu Pau Cubarsí ekan. Yamal qani do'stlar, bizga Yamal kerak. Yamal o'tgan safar ham tushirdik Pau Cubarsíni. Yo'q, Pau Cubarsí bizga endi to'g'ri keraklik no'g'ri yo'q do'stlar. Lekin Yamal undan muhimroq do'stlar. Yamal tushsa zo'r bo'lardi. Va bizga 18 yoshda, 19 yoshga kirdi shekilli Pau Cubarsí tushyapti, Barselonaning eng asosiy futbolchilaridan biri. Xo'p, bizda 6000 ta olmos qoldi. Va ko'ramiz 15 ta agentga yetadimi? Bilmadim to'g'risi. 10 tasi shunga olib bo'ladigan bo'lsa, yetib qolar ekan. Yana bitta futbolchi tushirishimiz mumkin. Yana bitta dona futbolchiga bemalol xohlasa yetadi. Uni Araujo'ni o'rniga tushiramiz.
Va uchalasi taxlandi bitta qatorga. Qani endi tushish foizi biroz kamaygan, 6% tushib qolgan. Hop, mana shu bo'yicha 78-marta tushish bo'ldi endi. Ko'p tushadi shu bo'yicha. Agent o'shamizda ham skautlarda ham juda ko'p tushadi bu bo'yicha. Portugaliya, Ruben Dias. Hop, 6%. Yo'q, McTominay bizga tushyapti. Sotib yuboramiz va bizda 5 mingta olmos qoldi va bitta dona futbolchi tushishi mumkin. Yoki Pogba yoki Yamal ikkalasidan bittasi tushsin do'stlar. Bo'lmasam videoda o'tgan videoda bilan bachta qilib qoldi. Bernardo Silva ham juda ikkinchi marta tushdi. Unga futbolchilardan Bernardo bo'lmasa. Ikkinchi do'stlar kim qanaqa futbolchilar tushdi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Kimdir Yamal bitta urinishda tushgan bo'lishi mumkin, Yamal bitta urinishda tushgan bo'lishi mumkin. Bu ham omadli o'yinchilarimiz bor ekan. Albatta izohlarda o'zlarini degan yozib qoldiringlar. Xo'p. Bizga Marcos Thuram tushmoqda. Yuboramiz va yana 9 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi. 9 ta agentga yetarmikan? Olmos. Yetib qoladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa 9 ta agentga javob beramiz. Garcia ham ikkinchi marta tushdi. Yana Ispaniya Mikel Merino. Jahon chempionatida Joker vazifasini atab berdi mana shu futbolchi. Masalan, Portugaliyaga, yana qaysi futbolchi ko'p jamoalarga emas, Belgiyaga urdi adashmasam. Juda ham ko'p 90-chi, 89-chi o'yinning oxirgi daqiqalarida urib, Ispaniyaga g'alaba golini bag'ish etdi mana shu Mikel Merino. Yana Ispaniya o'ziga Dani Carvajal qariya tushmoqda. Hop, bizda biroz o'sha texnik muammo bo'lib qoldi. Hop, video o'chib qoldi. Hatidan yo'qyapman va bizda yana 6 ta agent bor. Shunda Paul Pogbani yoki bo'lmasam Lamine Yamalni tushishini kerak. Bizga Alvarez tushyapti. Julian Alvarez. Men yoki boshqasi bormi? Kuchsizroq futbolchi bormi? Bu yo'da futbolchilar ko'p kerak emas. Mana bularni asosiga tushunadi, lekin obunachining saqlab turibdi. Qachondir asqotib qoladi ekanda. Mana bu akkauntda mana bu Karl Walkerlar bor. Endi Alvarezni sotib yuborganmiz. Alvarez ham o'zi yaxshi o'ynayapti, 85 ga ko'tarilib qolishi mumkin. Va bizda yana 5 ta agentga ochish imkoniyatimiz bor. Xo'p, tushib qolarmikan mana shu 5 ta agentdan 100% tushadi. Yana Ispaniya Grimaldo tushyapti. Tezda sotamiz buni. Tushsini o'zi 2000 ta olmos qolyapti bizda. Braziliya. Joao Pedro tushyapti. U ham ikkinchi marta tushishi. Lekin uchinchi marta bir sanoqda adashdim. Xo'p. Endi kimda tushadi? Yo'q. Rahmoniy tushyapti bizga. Voy do'stlar, ketmay qoladimikan deyman. Yana 2 ta agent ochishimizga yetar ekan. Yana 2 tadan keyin xohlasa yetkazamiz inshaalloh. Xohlasa yetkazamiz. Olmos yetsin. 2 ta agentdan keyin 100% inshaalloh. Thibaut Courtois bizga tushyapti. Thibaut Courtoisni menimcha saqlab qolish kerak, chunki Thibaut Courtois reytingi tushib ketishi mumkin. Sababi o'yinlar bilan zo'r emas, to'g'ri stabil, yaxshi o'ynab kelyapti. Menimcha Jude Bellingham yoki Salivani sotishimiz kerak. Agar Courtoisni o'zini sotamiz do'stlar, Courtois darvozabonlar ko'p-ku. Courtois endi afsona bor. Nima bizga yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bizda 100% kimdir tushadi. Va bu har doimgi an'anaga sotib qo'ygan holda ekranga qaramasdan turaman. Sizlar ogohlashib ko'rib turasizlar. 10 gacha sanab turib keyin qarayman. Qani men ekranga qaramayman. Bismillah, qarab ko'ramiz. Pogba yoki Yamal tushadi. 1 2 3 ekranga qaraganim yo'q. 4 5 6 7 8 9 10. Xo'p, qaraymiz va bu qora futbolchi ekan. Menimcha Pogba bo'lishi kerak. Chunki qorasi yo'q bu futbolchi ichida. Kontrol 9 va bizga tushyapti. Wow, yuzlarni birga bir o'xshatib qo'yishibdi. Paul Pogba 2018-yildagi kartasi 86 reytingda tushyapti. Ajoyib, super. Prosta shikalat bo'ldi. 3 ta asosiy futbolchilarni tushirdik, to'g'ri. Endi bu yerda hammasi kerak, endi kerak emaslardi. Bu yerda Enzo Fernandes plan unaqa kerak emas, chunki 85, 86 reytingda futbolchilar bor. Uni pozitsiyasi ana bu futbolchilar o'sha maksimal reytingga chiqib, zo'r futbolchilar bo'lib olishgan. Va biz tushirdik do'stlar, gap yo'q, tushirdik. Qani Paul Pogbani tushiraylik mana bu yerga. Qarasam. Wow, tushirdik va bizda mana bu yerda endi full qilishga endi biror xudo xohlasa mana shu Pogba yoki shunga o'xshash futbolchilarni full qilib albatta videoga chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, olmos oshib qoldi endi, ochishdan maqsad yo'q, to'g'ri. Omad kelib tushib qolishi mumkin. Tushmay qolsa olmos bekorga ketgan bo'ladi. Yo ochib qo'yamiz mana desam. Omad ko'raylik do'stlar, balki tushib qolar, balki obunachimiz Yamalni tushirishni xohlagandir. Yamalni tushib qolishi mumkin, ko'ramiz. Yo'q, hech kim tushmayapti va bizda Joanni tushyapti. Olmos bekorga sarf bo'ldi. Mayli chiqsa yo'q xohlasa. Shuncha futbolchini tushirdik. Shuncha futbolchi bor. Hattoki mana bu yerda sezon pasdan bonuslar ham bor ekan. Do'stlar, sezon pas bu eng arzon narsalardan biridir. Shuning uchun hammaga tavsiya beraman. Mana bunaqa kunlik bonuslarni olib, akkauntlarni juda ham tez fursatda kuchaytirishinglar mumkin do'stlar. Bonuslar juda ham ko'p, o'zingizlar xohlagandan tanlab olishinglar mumkin. Sezon pas boshqa materialga kerak bo'lsa, albatta meni Telegram kanaliga yozishingiz mumkin. Arzon sifatli tez qol. Xo'p, videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Albatta 100 mingta bo'lishimizga yordam bera olasizlar do'stlar. Juda ham oz qoldi. Hammalardan pozitsiya kutib qolaman. Kommentariyada o'zingizlarning izohlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, videorolik mana shu narsadan iborat. Videoga yoqmasa bitta like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek email adresi yangiliklar kelgan bo'lsa, barchangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.